Ket o'rtoqlar bilan birinchi boshlaymiz. Bo'ldi. Hozir endi shunday qilib, yo'lda ketayotgan yo'lovchilardan savol javob qilamiz. Qani mana darajada o'zi. Assalomu alaykum. Sizga ikkitadan savolim bor-da. Instagram ijtimoiy tarmoq bormisiz? Bank partiyasi qilganmisiz? Yo'q. Partiyasi qilmay turib partiyasi qilganingiz mana pul sovrini yutib olish imkoniyatingiz bor edi. Assalomu alaykum qizlar. Sizlarni bitta savolga mumkinmi? Instagramda bormisizlar? Bank partiyasida tashlaganmisiz? Tashlaganmisiz? Qani ko'rsating. Xudo xolisa shu imkoniyatingiz bor. Rahmat sizga partiyasi uchun. Sabr chiqib ketyapman. Yo'q, bizda. Sabr. Salom qizlar. Qalaysizlar, tuzukmisizlar? Yaxshimisiz? Rahmat. Haydinglar bilan. Rahmat, o'zingiz ham. Meni tanidingizmi? Tanidim. Yana bittasi. Men partiyasi bo'lganmisiz? Ha, mana o'ynayapti, partiyasi qilgan ekanlar. Bugun nima bo'lyapti meni profilimda kuzatib boryapsizmi? Ha, boryapmiz. Bor. Konkurs bos. Biladiganlar bor ekan. Nima bo'ladi konkurs? O'yin shartini bilasizmi? Partiyachilarga, sizga obuna bo'lgan partiyachilarga. Yo'q. Men obuna bo'lgan partiyachilarga obuna bo'lasizlar. Keyin generator yordamida aniqlaymiz. O'sha g'oliblarni siz ham yutib qolishingiz mumkin va esa qilib yutib olishga harakat qilinglar, xo'p? Rahmat. Gilga mana bunaqa sovg'a qo'yayotganim yo'q, lekin sizlarni xursand qilish uchun hayit oldi pulli sovg'alar qo'yapman. O'yin sharti juda ham oson. Men obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'lasiz. Shu video ostiga 5 ta do'stingizni belgilaysiz va maksimum darajada o'rtalaringizni jo'natib qo'yasiz. Bo'ldi. Hammaga omad yor bo'lsin.